frontalniy pogrushchik, ekskavator, buldozer, avtokran va bashinli kranlarni o'rgatadigan markazga yetib kelganmiz. Bu yerda Yevropa standartlariga javob beradigan malakali mutaxassislar tayyorlash markaziga yetib keldik, o'rtoqlar. Mana shu videoni oxirigacha ko'ramiz. Ko'pchilik odam menga O'zbekistonda qayerda bo'lsa ham boraman, menga bepul o'rgatiladigan yoki даже pul ham beraman deydi. Bu yerga pul sarflash shart emas, bepul sizlarni o'rgatishadi. Yotoq joylari bor va 3 mahal issiq ovqat bilan ta'minlaydi. Eng asosiysi, bu yerdan sertifikat olib siz bemalol pravalarni olishingiz mumkin. Siz bu yerda 3 oydan 6 oygacha bo'lgan vaqt mobaynida mana shu texnikalarni mukammal o'zlashtirib, ya'ni amaliy, nazariy hamma narsani sizlarga o'rgatishadi. Bu yerda o'rganib bo'lgandan keyin sertifikatini olib, pravalarni olgandan keyin mana shu pravalar bilan siz bemalol Yevropalarga ketib, mana shu soha bo'yicha mutaxassislikka ishga qabulni qilib, yaxshi pullarni O'zbekistonga yuborishingiz mumkin. Yana bu yerda ko'rib turganlaringizdek, avtokran bor, bu yerda kolsoviy kranlar bor, bashinli kranlar bor ichkarida. Bashinli kranni o'rgatadigan maketlari bor. Buni ham o'z syomkasini ko'rsatib o'tib ketamiz. Mana shunaqa ajoyib o'rgatiladigan joy bor ekan o'zimizda. Mana shu joyda hozir mehmon bo'lib turibmiz. Ko'rib turganlaringizdek, ko'pchilik odam mana shu texnikalarni o'rganishni istaydi, to'g'rimi? Frontalniy pogrushchik, ekskavator, buldozer. Bu narsalarga bilasizlar, chet elda juda ham yaxshi oyliklar, даже chet elda emas, o'zimizda O'zbekistonda ham yaxshi oyliklar to'lashadi bularga. Yana bitta zo'r yangilik, juda ham ko'pchilik odam so'raydi. Kamazlarni o'rgatadigan, xudo xolasa, bularning rejalarida bor ekan, shunaqa kurslarni ochib, shunaqa xudo xolasa pravalarni olishda yordam qiladi. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum do'stlar. Akalarimiz bugun mana prava olishda xudo xolasa ekzamen topshirishda pravani endi olishadi. Toshayev. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Rahmat, siz yaxshimisiz? Pravalar chiqdi aka. Allohga shukr. Ko'rib olishingiz mumkin. Bizni xizmatimiz haqida ikki og'iz gap bilan ta'riflab o'tib ketsangiz. Ana murojaat qilgandik. Allohga shukr, ana qo'limizga prava oldik. imtihonlardan o'tdik. Yaxshi, hammasi zo'r, Xudoga ming shukr. Qayerdansiz? Men Buxoro viloyatidan Kogon tumanidanman. Gap yo'q. Rahmat Murodjon. Sog' bo'ling. Baraka toping. Sizga kelinglar, ishonchli Murodjonga murojaat qilsangizlar, sizga pravani aniq olib berishga 100% javob beramiz. Xo'p, rahmat aka. Nafaqat bu yerda maxsus texnikalar o'rganishingiz mumkin, balki elektropayg'antlash, gazopayg'antlash, argon shunaqa payg'ant ishlarini o'rganishingiz mumkin bu yerda. Manzilimiz Xorazm viloyati Urganch shahrida joylashgan bo'lib, ekranda batafsil manzillarni ko'rsatamiz va ekranda ko'rib turgan nomerlaringizga bemalol telefon qilsangizlar, xudo xolasa, sizlarga to'liq ma'lumotlarni berishadi. Do'stlar, keling, o'rganing. 1000 marta eshitgandan ko'ra 1 marta ko'rgan ma'qul deydi. Ekranda nomerlar ko'rsatganmiz. Mana shu yerga kelib o'zingiz bemalol ma'lumotlarni olishingiz mumkin. O'z kasbingizni ustasi bo'ling va chet ellarga borib yaxshi oyliklar olib O'zbekistonga jo'natish nasib qilsin. Kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Chunki bunaqa videolardan biz ko'proq shunaqa manfaatli videolar chiqaramiz inshaalloh va mana shu kanalimizni do'stlar bilan ulashing. Salomat bo'ling, hurmatli vatandoshlar.